Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, qutlug' Qurbon hayitining shukuhlaridan, savoblaridan bahramand bo'lgan holda bormisiz? Omon bo'ling. Azizlar, bir salomning bir xayri bor degandek, muborak haj ayyomlari ham ortda qoldi. Lekin u qutlug' maskanlardan uzoqlashish ham oson emas. Ayniqsa Ka'ba-i Muborakning mehri giyosi o'zgacha. Boqsang diling yayraydi, hayajon bosadi. Tavof etsang atrofidan ketging kelmay qoladi. Bu qadar ulug'vorlikning sababi albatta uning tarixiga borib taqaladi. Qur'oni Karimning Baqara surasi 127-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ibrohim bilan Ismoil, ey Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta sen eshituvchi, biluvchi zotsan, deb baytning poydevorlarini ko'tarayotganini esla. Demak, Allohning amri bilan ko'rsatilgan zaminda ulug' payg'ambarlar Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning qo'llari bilan tiklangan buyuk baytdir bu. Ulardan ham ko'hnaroq tarixda esa dastlab Odam alayhissalom qurganlar-u Nuh alayhissalom davrlaridagi to'fonda yuvilib ketgan deya rivoyat qilinadi. Subhanalloh. Yana Baqara surasiga qaytamiz. 125-oyatda shunday xabar beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Uyni odamlar uchun masaba va omonlik joyi qilganimizni esla va Ibrohimning maqomini namozgoh tuting va Ibrohim va Ismoilga uyimni tavof qiluvchilar, muqim turuvchilar, ruku va sajda qiluvchilar uchun poklab qo'yinglar deb amr qildik. Masaba degani qayta ko'rib ham to'yilmaydigan makon ma'nosini beradi. Dar haqiqat Ka'batullohga necha bor borib ham har gal to'ymay qolaverishning boisi ham shu oyati karimaning sharofatidandir. Azizlar, duolar qilamizki, Allohning ulug' baytiga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'lsin. Bormaganlarga borish, borganlarga esa yana qayta borishlar nasib bo'lsin. Amin. Endi she'rimni tinglab bahra oling. Bismillahirrohmanirrohim. Oshifta ko'ngil. Xayr Ka'bam, ulug' baytim, oxirladi safar ham. Xayr Ka'bam, buyuk baytim, qaniydi qolib ketsam. Butun umrim bir bo'ldi-yu, 10 kun tavof bir bo'ldi. Seni ko'rgan ko'zimdan shod, qo'limdan ko'nglim to'ldi. Yurgan oyoqlarim rahmat, Allohim behad shukr. Baytingga oshifta qilding, tilimda noming zikr. Olam keng-ku, har qadamda ne ziyoratgohlar bor. Rasulimiz tavof etgan baytdek bo'lolmas zinhor. Ne qasrlar, osmon o'par, binolar teng kelolmas. Ka'bam sening poyingdagi bir g'ishtchalik bo'lolmas. Sen baytlarning muqaddasi, Alloh buyurgan ijod.
odam ato ham Ibrohim Ismoildan taqdimot. Ul zotlardan so'ng ko'rganing yaxshi yomon pok harom, seni qayta nurga cho'mdi dunyoga kelgach islom. Sen duolar guvohsan, ijobatlar garovi, senda amin deb turguvchi farishtalar qurshovi. Alloh degan har bandani huzuringga chorlaysan, bobo Ka'ba to qiyomat quyoshday porlagaysan. Bu yerlarning safosidan olib yurtga ketgum bor, xayr Ka'bam tushlarimga kirib tur takror takror. Dilim bog'liq, ko'zim yoshli, sendan ko'ngil ayrilmas. Inshaalloh yana taqdir ko'rishtirsa ajabmas. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Yana she'riy suhbatlar nasib etsin deya Allohdan so'ragan holda xayrlashaman. Omon bo'ling.